Assalomu alaykum qadrli mahalladoshlar, qadrdonlar. Sizlar bilan yana fayzli oqshomda fayzli xonadoningiz mehmonimiz. Sizlar bilan o'tadigan oqshomlar dasturi fayzli va zavqli tarzda boshlandi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Oqshomlar dasturi yana sizlar bilan. Bugun san'at ixlosmandlarini ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib olishlarini so'rab qolamiz. Chunki bugun sahnamizda dilga yaqin taronalar kuylanadi. Shundaymi, Diyorbek aka? Albatta. Aynan mahalla telekanalining tomoshabinlari uchun, muxlislari uchun eng sara go'zal, mumtoz asarlarni ham bugun birgalikda oqshomimiz haqiqiy, sof san'atdan sizlar uchun eng jo'shqin kayfiyatni taqdim eta olishiga ishonamiz. Qadrdonlar, aziz do'stlar, ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Bugungi oqshom boshqacha bo'lishi kutilmoqda. Bugun haqiqatdan ham siz u bizga taqdim etilgan kunni yaxshi o'tkazib, go'zal o'tkazib, eng asosiysi zavqli o'tkazgan yurtdoshlarimizga tuningiz ham, oqshomingiz ham fayzli va o'zgacha bo'lishini tilagan holda biz oqshomlar dasturini boshlaymiz aziz do'stlar. Keling, studiyamizga taklif etilgan mehmonlarni o'z fursati bilan o'z joylariga taklif etsakda, ular bilan oqshomni o'ziga xos va beqiyos tarzda taqdim etsak. Demak, studiyamizda elimiz ardog'idagi ijodkorlar, O'zbekiston xalq artistlari Elmurod Ahmedov hamda Furqat Ashuraliyevlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar. Oqshomlar xayrli bo'lsin. Sizlarga ham. Doim yurtimizga yaxshi kunlar bo'lsin. Siz salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Taklif qilganinglar uchun tinchlik, xotirjamlik bo'lsinglar. Rahmat, salomat bo'linglar. Mavrid ben nahotki chalganda aytib o'ramizmi deb o'yladim. Xush ko'rdik yana bir karra. Bugun sizlar bilan, sizlarning hamrohligingizda juda ham bir fayzli, o'zgacha oqshomni o'tkazamiz degan umiddamiz. Ishonchimiz komil. Sizlardan eshitadigan taronalarimiz bugun nafaqat bizlarga, balki butun sizni muxlislaringizga, mahalla telekanali tomoshabinlariga manzur keladi. Oqshom bugun o'zgacha bo'ladi. Xush ko'rdik, marhamat. Furqat aka, Elmurodagi oqshom qanday bo'lyapti? Endi sizlarga tong o'zgacha bo'ladi o'zi. Odatdagidek tonginglar boshqacha bo'ladi, zavqli bo'ladi. Oqshomda kamdan kam zavqli bo'lsa kerak. Endi bu yurtda oqshom ham go'zal, tong ham go'zal. Shu vatanga muhabbat bilan, vatanga sodiq, shu o'z kasbiga fidoyi bo'lib yursa, oqshom ham, kun ham, tong ham hammasi bir xil yaxshi kayfiyatda o'tadi. Ana, bor bo'linglar. Nega bejiz bu savolni berganimiz yo'q? Endi ko'proq erta tongdan xalqimiz xizmatida, nahorgi oshlarda o'sha bizni o'zligimizni anglatib turadigan shunaqangi bir go'zal kunda, xalqimizning go'zal kunlarida xizmatdasizlar. Endi oqshomda ko'proq hozirgi kunlarda endi 80-90-yillar hitlar bo'lyapti-ku. Bo'lib turibdi. Yaxshi. Endi har xil tabaqadagi insonlar bor-ku, yoshlar, o'rta, keyin keksa avlod vakillari. Endi shu har bir san'atkorda, har bir insonning o'zining rizqi bor degandek, biz ham o'zimizning shiramandalarimiz bor. Shu oqshomlar ham qo'yishmaydi, eshitamiz deb. Ana. Shu to'y ma'rakalar, yubileylar, tug'ilgan kunlar, shularda xizmatimizni qilib kelyapmiz. Bor bo'linglar. O'zbek san'atida, o'zbek san'atimizda eng ko'p jo'ravoz bo'lib yurgan hozir sizlar bo'lib turibsizlar. Marrada sizlar. Qolgan hamma tarqab ketdi. Xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Chunki bu yo'lda davom ettirayotganlardan juda sanoqli qoldi. Chunki avvalo ustozimizni baribir eslab o'tishimiz lozim. O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Tojiboyev ustozimiz ikkalamiz jo'ravoz bo'lishimizga sababchi odam. Biz avvaldan o'qib yurgan kezlarimizda ham ikkalamiz jo'ravozlik qilar edik. Lekin ustoz ancha o'zlari tahsil berib, ikkalamizni shu yo'lga, Jo'raxon buvammi, Ma'murjon buvammi yo'llarini davom ettirsanglar, biz ham va xalq ham xursand bo'ladi degan
bir masala qo'yilgan, taklif ilgari yurganlarda shu narsani mana davom ettirib kelyapmiz. Avvalo bir-birimizga aka-ukachilik mehrimiz, ishonchimiz, ham birga o'qiganmiz, birga kursdosh bo'lganmiz. Shu an'anamizni davom ettirib, mana xalqimizga qo'limizdan kelganicha san'atimizdan bahramand qilib kelyapmiz. Avvalo xalqimizga ham, yurtimizga ham, yurtboshimizga ham katta rahmat. Albatta. Elmurod aka, Furqat aka, kelinglar, mana shu jo'ravoz bo'lib faoliyat boshlaganlarga, ijod boshlaganlarga qancha bo'ldi? Endi biz endi shu bundan bir 20 yil oldin shu kollej o'qigan kezlarimizda ham shu niyatlar bo'lardi. Ha. Keyin bu yoqqa endi konservatoriyaga o'qishga kelganimizdan keyin u niyatlar o'zini amalda sinashga bu imkoniyatlar bo'ldi. Sinadik ham shu birinchi ashulamizni xalq uni yaxshi qabul qildi. Keyin o'sha yerda keyin katta orzular paydo bo'ldi. Mana shu orzular shunaqa shu kunlarga, yaxshi kunlarga yetakladi. Juda ham chiroyli. Haqiqatdan da juda ham mos juftlik, haqiqatdan da eng yaxshi bugun o'zbek mumtoz san'atida ham o'z o'rniga ega bo'lib, shogirdlar tarbiyalab, bugun ko'plab shogirdlarga ustozlik qilyapsizlar. Shogirdlik darajasidan ustoz bo'lib, sizlarni eshitsak, haqiqatdan xalqimiz maza qilib, sizlarni har bir taronangiz va ijodingizni haqiqatdan da zavqlanib eshitishadi. Kelinglar, biz ham bebahra qolmaylik. Dasturimizni avvalida sizlardan bir chiroyli bir taronani tinglasak, nima deysizlar? Qaysi tarona bo'ladi bu? Endi shu Toshkent Farg'ona yo'llaridan Bayot 5. Ajoyib. Shu ashulani muxlislarga havola qilamiz. Bajondir. Marhamat aziz do'stlar, sizlar uchun. Oqshomda juda boshqacha ketar ekan. Taronalar ham. Haqiqatdan ham minnatdorlik bildiramiz. Furqat aka, Elmurod aka, mana shu o'rinda yakka ijod qilish istagi paydo bo'lmaganmi umuman? Bu savol ko'p beriladi, bilamiz. Yakka ijro qilish endi nima deydi, ba'zi san'atkorlar ichida ba'zi ozgina nima bo'ladi-yu. Jaydar tilda qitmir deyishadi. Shunaqa bo'lgan. Yo'q, bizni maqsadimiz u bu yakka ijro bo'lmagan. Shu ustozlarni yo'lini tiklash, shu jo'ravozlikda nima deydi, bu orzuda, nimada xayolda bo'ladi, sho'v degan narsa bo'lmaganda, faqat fidoyilik, shu Jo'raxon Sulton Ma'murjon Uzoqov, shu jo'ravozlik, shu mumtoz ashula bo'lgan niyatda. Umuman estradaga mo'ralama ko'rmaysiz. Endi hozirgi estrada, keyin zamonaviy estrada umuman yo'q. Milliy o'zimizning duchoba yo'llardan ustoz Tavakkal Qodirov ashularidan chiqmagan holda shu yo'nalishlarda shu ohangga yaqinroq shu milliy estrada, mumtoz estrada yo'lda ashulalarimiz bor. Ashulalar bor, undan xabarim bor. Endi demoqchi bo'lganimiz, endi yoshroq, baribir zamonga moslashib, aytmoqchi bo'lganimiz, yana ham qamrovni kengaytirish uchun katta avlod vakillarimiz, balki yoshlarni ham qamrab olish uchun deymizda. Endi bir gapni aytib o'tib ketmoqchiman. Biz shu o'zimizni an'analarni davom ettirmasak, ming bor uzr-ku, boshqa odam davom ettiradimi yo'qmi degan baribir bir savol qiynaydi-da. Biz o'zbekmiz. Bizning qonimizda o'zbek qoni bor. Shuning uchun o'zimizni an'analarimizni, ota-bobolarimizni shu eshitgan ashulalarini, ustozlarimiz bastalab ketgan ashulalarni ijro qilib, baralla kuchimiz, qudratimiz yetgancha xalqimizga, yurtimizga va boshqa davlatlarda ham sahnalarda chiqib o'zbek ashulalarini ijro qilsak, bu biz uchun bari faxr. Sharaf albatta. Haqiqatan mana shu chet el sahnalarida ham barcha chiqishlar qilasizlar. Mana shuning mas'uliyati sizlarga yuklatilgan bugungi kunda. Shunday payt bo'lganki, shu akam bilan gastrol safarlarida esimdan chiqmaydi bu holat. Germaniya safarida juda katta tadbir bo'lgan. Elchilarimiz, o'zimizning yurtdoshlarimiz o'tiribdi va bir 6-7 ta davlatning san'atkorlari ham bor bu yerda. Nufuzli davlatlar, endi ularning san'atlarini masalan hamma biladi. Ozarbayjon, Turkiya, Eron va qo'shni respublika Qozog'iston va O'zbekiston. Har bir davlatga 15 daqiqadan vaqt bergan. Va shunaqa shart qo'ydiki, faqat jonli ijro va haqiqiy o'zlaringni shu san'atlaringni namoyon qilishing kerak. Bizga haqiqiy nima deydi, ruschasiga natsionalniy. Milliylikda ko'rsatishlari. Mardu maydon. Albatta. Oxirida O'zbekistonga navbat berildi, u ham 15 daqiqa.
chiqdik akam ikkalamiz, orqamizda haqiqatan sozandalarimiz bor edi. Choponlarda o'zimiz milliy do'ppilarni kiydikda choponni ichiga tarilkani sovoldik. Chiqib ta'zim bildirdida, oxirida tarilkani olib shunday katta ashulalarni aytishni boshladik. Shunaqa jimlik bo'ldi aka. Ikkalamiz shu yerda mana qanaqa madaniyat ekan bu eshitish. Bu qanaqa muxlis ekan degan hayron bo'ldik-da. 15 daqiqadan keyin bizga yana 20 daqiqa qo'shib berdi. Shu bilan 30-40 daqiqa bo'lib ketdi. Maza qildik. O'zimiz ham ashula aytdik. Masalan, o'ynatdik. Raqqosa qizlarimiz bor edi. Ular bilan o'ynashdi, masalan, o'zimiz Xorazm lazgilariga, Duchobod, Toshkent, Farg'ona yo'lidagi ashulalarimizni o'ynashdi. Demoqchimanki, qayerda gap borsa ham o'zbek milliy ashulalarimiz muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman. Albatta, albatta. Ikopchani hurmatda 20 daqiqa. Bugun dasturimizda ham shu yarim soat qo'shib boramiz. Ikopcham kelmasa. Ey rahmat, bor bo'linglar haqiqatan. Maqom ijrochilari ham bugungi kunda maqom ijrochilari estrada yo'nalishiga o'tib ketishyapti. Sizlarning bunga fikringiz qanaqa, qarashlaringiz qanaqa? Endi estradaga o'tsa yaxshi. Buni ham bir kerakli nimalari bor. U avvalo o'zbek estradasi bo'lishi kerak. Masalan, har bir davlat o'zini madhiyasi, o'zini gerbi, o'zini bayrog'i bo'lgandek, musiqaga ham xuddi shunaqa qarash kerak. Musiqani ham bir o'zbekni bir milliy musiqasini ramz deb bilish kerak-da san'atkorlarimiz. O'sha milliy ohanglarda shu o'zbekchilikdan chiqmagan holda Asos yo'qolmasdan. O'sha asos bilan shu fundament deymiz, o'sha asos orqali shu kuylar, estrada ashulalar yaratsa, mana shu o'zbek brendi saqlanib qolardi. Shu mumtoz ashulalarni olsa yaxshi bo'ladi. Bugun shogirdlarga ham mana shuni eng birlamchi o'rgatyapsiz. Brend, milliy brendni. Men shu o'zbek milliy mafkura kuchli bo'lishi kerak san'atkorlarda. Masalan, chet elga borsak, yo Turkiya, yo nemislar, yo Amerikada, yo Fransiyada masalan hech o'zbekda ohangida ashula aytmaydi. Lekin bizni ayrim san'atkorlarimiz o'zbek bo'lib turib, shu chet elda ohangida o'zbekcha so'z bilan shu o'zbek estradasi deb ashulashadi. Bu endi biz davlatga to'g'ri keladigan masala bu. Asos yo'qolmasligi kerak. Milliyligimiz saqlanib qolishi kerak degan shiordasizlar. Faxrlanadigan ashulalarimiz, qo'shiqlarimiz bor. Masalan, orqamizga nazar tashlasak, shuncha zo'r chiroyli narsalarni ustozlar bastalab ketgan, shularni chiroyli nima deydi, sayqal berib olib chiqsa, bu ham juda go'zal bo'ladi. Shunaqa fikrdaman men masalan, shaxsan shunaqa fikr. Albatta, bizning nazarimizda ham bu to'g'ri fikr. Kelinglar, agar qarshi bo'lmasanglar, xudo Gelmurod aka, bizning safimizda yana bir mehmonimiz bor. Xushovoz ijod vakilasi Shahloxon Sallayeva studiyamizdalar. Shahloxon, marhamat. Xorazmning yo'llari ochiladi gullari, Xorazm
Shag'laxon. Rahmat. Xush kelibsiz. Boydan beri qarab yotibman, bizni chaqirib yotibsiz. Orqaga turib qolmanda xush kelibsiz. Keling. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xayrli oqshom. Rahmat. Ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Bemalol. Yaxshi kelib oldingizmi? Oqshom kayfiyati qanday? Ajoyib. Juda ham ajoyib. Ushbu qo'shiq bilan boshlaganingiz uchun ham alohida rahmat. Xorazm san'atini sevadigan qadrdonlarimiz, yurtdoshlarimiz uchun bir olam zavq bo'ldi. Aniq bilaman o'ynaganlar ham bor ichida. Rahmat sizga Do'stlarimiz buning. bilan bemalol so'rashib olishingiz mumkin. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Xorazmdan sizlarga alangali salomlarim. Bugun ajoyib bir ko'rsatuv bo'lib turibdi. Taklif uchun alohida rahmat. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Ko'p yillar bo'lganda ko'rishmaganmiz. Konservatoriyada o'qiganman. O'sha o'qish davlarimda ansambllarda qatnashganimda kichkina qiz edim u paytlar. Akalarim bilan doim tadbirlarda birga yurardik. Mana bugun ustoz shogirdlar biz aytyapmiz-ku, oqshomlar yoxud mehr ko'zda degan ko'rsatuv bu ko'rsatuv. Biz mana shunday anchadan beri topsholmayotganlarni ko'rishtirib, ancha bo'lgan san'atkorlar o'zi juda kam uchrashib qolishadi-ku, endi davralarda, endi to'ylarda uchrashib qolishadi, lekin mana shunday har xil davran insonlarni mana shunday bashda ko'rishtirmoqchimiz. Biz mana shunaqa akalar, ko'rsatuvimiz o'zgacharoq, kayfiyatliroq. Mehr ko'zda deymanda. Salomat bo'ling. Hozir aytgan qo'shig'ingiz va Xorazm san'atini durdona asarlaridan, xalq qo'shiqlaridan, to'g'rimi? Avvallari xalpalar aytardi buni. Xalpalar ham aytgan. Ustoz san'atkorimiz Sulton Poshsho O'dayeva ham aytganlar. Ularning ijrosidan ko'rib, men ham yaxshi ko'rib, o'zimiz hozirgi zamonga moslashtirib, sayqallashtirib aytganman. Juda ham chiroyli chiqibdi haqiqatan ham. Chiroyli. Baribir Xorazmni har bir boshlangan ilk notalarni o'zi hammani raqsga chorlaydigan. Xorazm san'atini ham o'ziga yarasha bir zavqi bor-da. Biz Shahloxonni yaxshi bilganimiz ustoz Azamat akam Otajonovni jiyanlari bo'ladilar. Baraka topsinlar. Chiroyli ovozi bor, yaxshi xonanda. Qo'shiqlari ham chiroyli, masalan, tanlab ijro qiladi. Xush kelibsiz. Biz ham ko'rib xursand bo'ldik. Men ham juda ham. Furqat aka, Elmurod aka, sizlarning ham repertuaringlarda, ijodiy faoliyatinglar davomida mana shunday Farg'ona Toshkent yo'llari, Xorazm yo'llariga benihoya, bee'tirof murojaat qilasizlar, to'g'rimi? Yo, umuman Masalan, endi shu jamiki o'zbek san'atkorlari borki, Xorazm san'atini yaxshi ko'rmasa iloji yo'q. Albatta. Mana bu o'ziga yarasha chiroyli nimalardi, sayqallari bor, jilolari bor. Biz endi yuragimiz tubida o'zimiz ham ijro qilamiz, oshlarda, tadbirlarda, konsertlarda. Shu ustoz Otajon Xudoshevga murojaat qilamiz, ustoz Komiljon Otajonovga murojaat qilamiz. Endi Xorazm san'atkorlari bilan biz nima deydi, aka-uka deb ketganmiz-da. Shu bordi keldimiz bor, hamma san'atkorlar bilan. Albatta. O'ziga yarasha chiroyli san'atlari bor. Go'zal. Go'zal. O juda ham go'zal. Shahloxon, Zulfiya davlat mukofoti sovrindorisiz. Qaysi yo'nalishda qo'lga kiritgansiz ushbu mukofotni? San'at yo'nalishi. San'at yo'nalishida juda ham ko'plab ijodlar, namunalarni taqdim etib, siz ham Xorazmning o'zi milliy mumtoz kuylaridan ham aytib turasiz. Ha, o'zi O'zbekiston davlat konservatoriyasida ham an'anaviy xonandachilik bo'yicha tahsil olganman. Ustozlarimiz Zamira Suyun va Mahmudjon Tojiboyev, Komil Amin va ustozlar Munojot Yo'lchiyev ustozlardan tahsil olganman. Juda ham baxtli talaba bo'lgan ekansiz. Shunday zabardast ijodkorlardan tahsil olgan ekansiz. Bir shingil eshitamiz endi. Ustozlarning oldida bir milliy mumtozlarimizdan mana an'anaviy xonandalik, an'anaviy xonanda deb qo'yibdi. Maylimi? Hozirmi? Hozir. Shunda Yo'q, aytsangiz aytishadi. Qaysi notani aytsin? o'zim ayta qolay. Mayli. Qani duo beringlar ustozlar. Nima aytsam ekan? An'anaviy xonandachilikda tahsil olganim bilan hozirda estrada xonandasiman. Shuning uchun sal yengilroqni aytaman. Bo'ladimi? Juda yengil emas-u? Yaxshigina. Yengil-yelpiga o'rganib qoldik o'zi. Hozim
adaleting mana qora soching o'sib yurar qoshimga min kamina qiling mana ona savdolar mani boshimga tushdi min adolating mana kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Ya jonli boshqacha-da, shunisi bilan yaxshi-da, go'zal. Ana endi esa Furqat aka, Elmurod aka sizlardan ham bir chiroyli tarona tinglasak. Ha, mana shu o'rinda sizning muxlislaringiz, o'sha qadrdonlar qani bir ajoyibidan bo'lsin, mazza qilaylik deb turishgan bo'lsa, ajab emas. Sizlarni sahnamizga taklif etsakda. Qaysi tarona kuylab berasizlar? Furqat aka, Elmurod aka. Hozir endi haqiqiy o'zbek mumtoz yo'llaridan, lekin yonida muzikalari sayqallashgan, zamonaviy bo'lgan shu topilmagan ashulalarimiz bor. Bajonda tinglaymiz. Marhamat. Marhamat. Topilmaz sendek menga bir dilbari janona topilmaz mendek sen uchun oshiqi divona topilmaz sendek menga bir dilbari janona topilmaz muhabbat ruhim yonar ivoh ki subhona topilmaz jismim yoqib o'rtayu tark etma muhabbat ruhim yonar ivoh ki subhona topilmaz mendek sen uchun oshiqi divona topilmaz sendek menga bir dilbari janona topilmaz mendek sen uchun oshiqi divona topilmaz sendek menga bir dilbari janona topilmaz Sig'dirgan joy izlama ko'p mulki jahon
farzona topilmas. Bu dard menga bir guli baxtim bo'la qolgin. Ishq olamida sen kabi farzona topilmas. Mendek sen uchun oshiqi devona topilmas. Sendek menga bir dilbari janona topilmas. Mendek sen uchun oshiqi devona topilmas. Sendek menga bir dilbari janona topilmas. Go'zal, judayam go'zal. Judayam ajoyib. Ustozlar haqiqatan ham judayam chiroyli topilma bo'pti. Kimdan chiqdi g'oya bu Elmurod aka, Furqat aka kimdan ko'proq? Bu g'oya endi yaxshi bastagar akamiz Nodir Umarov Nodir. shu bizga shuni ilindi deydi-yu. Shu ikkalar shuni esselar shu Mumtoz yo'lida, shu milliy yo'lda bo'lganda u yog'ini menga qo'yib bering dedi. G'oyasini shu xalqimizga shu manzur bo'ldi. O'zimiz ham bir sevib ijro qilamiz. Ya'ni haqiqatan ham O'zbekiston atrofida butun dunyo jamlandi-da. Haqiqatan ham. Nodir akamga katta rahmat. Shunday chiroyli qo'shiq qilib bergani uchun. Andijon sog' bo'lsin. Ko'p shoirlarga va ko'p xonandalarga va holi qudrat kuchi yetganicha chiroyli narsalar qilib bersin. Albatta. Rahmat. Mana bu yo'nalishni endi aytaylik, yangicha sayqalni, o'ziga xoslikni yana davom ettirish istagi bormi? Yana qolgan asarlarga ham qo'l urib Shunday yaxshi g'oyalar tug'ilib qolsa, biz ham sekin uni ijro qilib, shu xalqqa manzur qilamiz, xulosa. ha, Havola qilamiz. O'zimizni o'ylab qo'ygan shu asarlarimiz bor. Oldin ijro qilinganda shu xalqimiz yodidan ozgina esdan chiqqan asarlar shuni tiklab, shunaqa bir yo'nalishda qilmoqchimiz, xudo xolasa. yana iste'molga qaytarib, xalqimizga, tinglovchilarga yetkazib. Mana shu o'rinda coverlarchi, mana yangicha yo'lda, milliy mumtoz kuylari, so'zlarni, g'azallarni cover qilish, mana eshityapmizmi? Inonmalar Endi biz ijro o'sha qolib, shu ovozdagi ijro o'sha qoladi. Shu orqasida zamonaviy sozlar shu qo'shilsa, lekin shu ovoz ildizi bo'lsa, shu o'z holicha qoladi. Mayli endi dunyo shu sozlarida ijro qilamiz, bo'lsa. Ustozlar bilan konsert dasturida ishtirok etdingiz. Taassurotlar qanday bu borada? Ajoyib bo'ldi. Judayam konsertingizdagi kuni kecha Istiqlol san'at saroyida, Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert bo'lib o'tdi. Xalqlar do'stligi san'at saroyida. Ajoyib bo'ldi. Ustoz san'atkorlar bilan Xorazm ustozoda va ustoz san'atkorlar bilan birgalikda konsert dasturi bo'lib o'tdi. Juda ham chiroyli kutib olishdi. Endi boyagi o'zingiz aytganingizdek Xorazmcha o'ynab, maza qilib tomoshabinlar ham maza qilishdi. Zo'r konsert bo'ldi. Konsert berishga niyatlar bor ekan, oldinda maqsadlar. Qachonga reja qilyapsiz? 2026-2025-yilmi? 2026-yil. Xudo xolasa, endi hozir o'zimizda Xorazmda Xorazm musiqali drama teatrida 2 kun konsert dasturimiz o'sha rejamizda bor. Oldimizdagi oy iyun oyining 10-11 iyun sanasida Xorazm viloyatida o'zimning yakkaxon konsertim bo'lib o'tadi. Endi xudo xolasa sekin-sekin zinama-zina 2026-yilda Xalqlar do'stligi san'at saroyida ham o'zimni yakkaxon konsertimni berish niyatim bor. Ya'ni muvaffaqiyatli o'tsin. Rahmat. Ana endi esa sizdan ham bir chiroyli ijod namunasini tinglasak, qaysi qo'shiqni aytib bermoqchisiz? Hozir o'zim yaxshi ko'rgan shulam xorazmcha tilda aytilgan faqat, lekin estrada yo'nalishida. O'zingizlar eshitib baho Xorazmcha berasiz. tilda emas, o'zbekcha til xorazmcha shevada bo'ladi. Xorazmcha shevada. Marhamat Shahloxon. Sizdan tinglaymiz. Sevgilim bu hayat sınavlardan
yaxshimi qo'yib yanaqlarıma bag'ringga bos yaxshimi Rahmat. Judayam ajoyib. Ha, so'zlar o'zbekcha, eshitilish turkcha ekan. Ha, Xorazm shevasi chunki turkchaga yaqin-da. Ha, yaxshimi degani? Maylimi degani? Maylimi degani? Ha, yaxshi. Yaxshi, Dim yaxshi. Judayam ajoyib va yoqimli oqshomga xos. Qadrdonlar, Mahalla telekanali muxlislari, sizga yana bir karra xayrli va fayzli oqshom tilab qolamiz va davom ettirsak suhbatimizni. Ana endi esa Furqat aka, Elmurod aka, men sizlarni o'zim uchun kashf qilgan mana shu bir sahna Turkiston san'at saroyidagi konsertingiz. Shaxsan meni mana shu konsertga tashrif buyurganmiz. Men o'zim sizlarni mana shu sahnada o'zim uchun kashf etganman yana bir karra jonli ijrodagi konsert dasturlaringiz. Yana oldinda rejalar bormi? Bu konsert dasturlari xalqlar do'stligida. Ikkalamiz ham orzuyimiz, niyatimiz shu muhtasham Xalqlar do'stligi saroyida bir kun bo'lsa ham konsert berish. Endi hozirgi kunda imkoniyatlar juda ham katta. Beramiz desak beramiz, xudo xolasa, katta mehnat qilib. Endi shunga hozir tayyorgarlik ko'rib bir fikrlarimizni jamlab, endi hozir xalqimiz ham oldingi hozir o'sish katta bo'lyapti. O'shanga yarasha biz ham ijod qilib, o'shanga yarasha ashulalar ijro qilishimiz kerak. Bu endi katta tayyorgarlik bilan bo'ladi, xudo xolasa. Endi bu yil yoki keyingi yil va'da beramiz, bir kun beramiz, xudo xolasa. Albatta, lekin hozircha endi shu tadbirlarda yoki kichik san'at saroylarida berib turaylik, xudo xolasa. Xalqlar do'stligida beramiz. Lekin mana shu aytyapsiz, kichik san'at saroylarida ham berib turaylik. Bu yerda sof muxlislar, ashaddiy eng mana shu mumtoz milliy qo'shiqlarimiz, an'anaviy ijrolarni sevuvchi sizning asl muxlislaringiz shu yerda mujassam bo'ladi. Ya'ni shmasam, sen o'zimlar saroyida ham madaniy ma'rifiy kechalar bo'lib o'tdi. Ha? Bu yerda ham ijod namunalarini taqdim etib, eng ko'p muxlislar tomonidan so'raladigan, sizlardan so'raladigan, aynan sizlardan mana shu taronani aytib beringlar deb so'raladigan qaysi tarona bo'ladi? Baribir shinavandalardan bo'ladi-yu. Muxlislar masalan 20-30 ta muxlisimiz bu yoqda boshqa ashulalarni so'rasa, bu yoqda 20-30 ta muxlisimiz boshqa ashula so'raydi. Ba'zi birlari Feruzni so'raydi, ba'zi birlari katta ashula so'raydi. Ba'zi birlari shu Farhod nima Faslinda bahor, Dutorim, So'lim shu ustozlardan qolgan meroslarni so'rashadi. Ha. Endi shinavandalar xudoga shukr yaxshi. Yana shu konsertga kelsak, mana bu xudo xolasa mana nima Instagramlar, o'shlardan yoshlarimiz qaytib, shu prezidentimiz aytgandek kitobga azgan berilib, shu nimalari, ma'rifatlari, ma'naviyatlari oshsa, o'sh kuni Xalqlar do'stligida konsert beramiz. Ana. Bizni qo'shiqlarni eshitish uchun odamning IQsi 7 dan baland bo'lish kerak deydi. Ma'rifat kuchli bo'lish kerak baribir. O'zbek xalqi shunday bo'lgan. Albatta. Shunday bo'lishimiz kerak. Bekorga kitob o'qinglar demayaptilar. Qaytishimiz kerak. Bor bo'laylik. Agar imkon bo'lsa mana shu jonli tarzda sizlardan iltimos qilardimki, qosh yosin buni bir sizlardan tinglasak, bir qator yoki katta ashuladan. Qaysi biri sizlarga ma'qul? Xolasizlar qosh yosin bu? O'tasini berib. Va jonidan ham. Kirib bo'stonni kezdim, rasta chamanni bulbuli durxorxas kirib bo'stonni kezdim, rasta chamanni bulbuli durxorxas Vay qadingi nozanin gul dasta
mikrofonlarimiz katta shuni eshitmaganiga o'rganib qolibdi ozgina nosoz bo'lib qolib betob bo'lib qoldi. Hali o'rganib oladi. Biz qaytyapmiz. Endi sizlarni o'tirishga taklif qilmayman-da. Endi sizlarga davrga taklif qilaman-da, sizlardan yerda tarona agar juft bo'lsa, bittasi Elmurod akam, bittasi Furqat akammi hurmatlaridan. Juft bo'lsa bo'ladimi? Marhamat tinglaymiz aziz do'stlar. Ko'z olmading yuzimdan, qo'ldan piyola olding, piyolani nigorim juda uyola olding. Ey ko'z olmading yuzimdan, qo'ldan piyola olding, piyolani nigorim juda uyola olding. Bu bodi joni yirmas, ishqing bilan to'liq dil, urdi yuziga aksi ruhingga lola olding. Ko'z olmading yuzimdan, qo'ldan piyola olding, piyolani nigorim juda uyola olding. Yoshlik g'urur husning sarmasti san azaldan, ichmasligingni aytib nozik iymon olding. Ismim aro jafoga, jonimga jon bo'lishga, amritdi chog'i qalbing, ichkini dola olding. Lablashda sarva dilzor, ishq modasi shimirgil, yo'qsa uni azizim nega ibola olding. Ko'z olmading yuzimdan, qo'ldan piyola olding, piyolani nigorim juda uyola olding. Ko'z olmading yuzimdan, qo'ldan piyola olding, piyolani nigorim juda uyola olding, piyolani nigorim juda uyola olding. Dilda borim ham quyoshsan, ham oysan. Dilda borim ham quyoshsan, ham oysan. Lolarang chamanda chiroyli boysan. Lolarang chamanda chiroyli boysan. Necha yil deganda boshimga qo'ngan, mening iqbol qushim misli oysan. Necha yil deganda boshimga qo'ngan, mening iqbol qushim misli oysan. Bu dunyoda sening kabi qaymoq yo'q,
Rahmat. Minnatdorlik bildiramiz. Mana shu o'rinda qo'shiq tanlash borasida ikki xil fikrlar bo'lib qolmaydimi Furqat aka, Elmurod aka? Tortishuvlar bo'lib turadimi? Bo'ladi. Endi Do'stona. o'zimizga yarashadigan ashulalar bor, yarashmaydigan ashulalar bor. Keyin haliga juda ham hamma aytib tashlagan mumtoz ashula. Hozirgi kunda endi hamma har oshlarda, har tadbirlarda aytilgan ashulalarni masalan aytmagan ma'qul. Esdan chiqqan ashulalarni men Elmurod ham ko'p takrorlayman. Esdan chiqib ketgan ashulalarda bizning maqsadimiz o'shani yana ijro qilib sayqal berib, tiklab xalqqa shuni namoyish qilish. O'shandan keyin bolalar shu unutilib ketgan ashulalarni chiroyli qilib ijro qilibdi degan gap yaxshi gap bu. Maqsad shu. Hech ham tortishuvlar bo'lmaydi. Do'stona bo'ladi-ku baribir. Tortishuv deb hisoblamaymiz. U maslahatlashamiz. Bu to'g'ri keladi, bu to'g'ri kelmaydi degan maslahatlar bo'ladi. Mana shu hozirgi ijro qilgan narsalarimiz ham shu Xorazmlik og'alarimiz sababchi bunga. Eshjonovlar. O'xshaydi-ku degan ko'rsatuv bo'lar edi. 2015-yil may oyida yozganmiz shu ashulani. Keyin o'xshaydi-ku-da endi o'sha o'xshaydi-kuni kimga bag'ishlangan bo'lsa, o'sha bag'ishlangan bir oila a'zosi yoki yaqin shogirdi chiqib qaysi bir xonandaning ashulasi o'xshasa, sizlar yaxshi ijro qilibsizlar degan so'zlar, maqtovlar bo'lardi. Shunda ustoz san'atkorlar G'ofur G'ulam Eshjonovlar eng yaxshi asar, eng yaxshi ijro sizlarga bo'ldi deb tashakkur bildirganlar. Albatta. 10 yil bo'libdi bu taronaga. Albatta. Boshida ta'kidlab o'tdik-ku, Xorazmda o'ziga yarasha san'ati bor, go'zal jozibasi bor deb. Biz ham yaxshi ko'rib ijro qilganmiz Otajon aka ustozni shu qo'shiqlarini. Alloh rahmat qilgan bo'lsin ustozi. Og'alarimizga ham katta rahmat, aka Eshjonovlarga. Albatta. Shahloxon, sizda ham bormi? Xorazmlik aksar ayollar xonandalikni xalfachilikdan boshlashadi. Sizda qanaqa bo'lgan? Qaysi yo'nalishdan boshlagansiz? Men o'zi san'atkorlar oilasida tug'ilganman. Bobom O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Bekjon Otajonov, tog'am O'rta Osiyo bo'yicha maqomchilar ko'rik tanlovining mutlaq g'olibi Azamat Otajonov. Oilamiz, muhitimiz san'atga moslashgan muhitda katta bo'lganmiz. Shu ruhiyatda katta bo'lgansiz. Menda umuman maktab davrlarim, kollej hammasi musiqaga ixtisoslashtirilgan joy va keyin 2011-yilda Zulfiya nomidagi davlat mukofotini san'at yo'nalishi bo'yicha qo'lga kiritib, imtiyozli ravishda konservatoriyamizga o'qishga kirganman. Va an'anaviy xonandachilik ungacha menda faqat o'sha an'anaviy xonandachilik maqom, dutor bo'yicha tahsil olganman. Keyin o'zimizga o'qishni tugatib uyga borganimdan keyin estrada yo'nalishida takliflar bo'lgan. Aytib ko'r deb aytib, chiroyli chiqib, keyin shu bilan estrada bo'yicha ijod qilib kelmoqdim. Hozir bugungacha estradada bo'yicha ijod qilaman. Demak, xalpachilik. Yo'q, xalpachilik ham aytaman. Aytasizmi? Aytaman. Garmonlar chalib, chunki Xorazmda Yo'q, garmon chalmayman, lekin aytaman. Sozandalar. Hozir javoblik bo'ladi-da, xalpachilar hozir javob bo'ladi. Biron bir so'zni matnni yodlamay, shu yerning o'zida, chiqib ketadiganlar ham bo'ladi. Sizda ham bormi bu qobiliyat? Yo, siz yodlab qo'shiqlarni o'zini. Unaqa emas, lekin sizga qarab turib to'qiy olmayman, lekin bor bizda haqiqatan ham ular sizlarda ko'p. qarab turib, shundoq sizga nima ish qilishingiz yo biron bir donani nimangizni bilib olib, sira sizga ma'lumotlarda yana darrov sizga o'sha o'tirgan holatda to'qib qo'shiq qilib ayta oladi. Siz faqat yodlab. Men yodlab aytaman. Hozir bizga aytadigan qo'shig'ingiz qanday bo'ladi? Shu estrada yo'nalishida qiladi. Estrada yo'nalishida nima qanday tarona? Oy haqida aytasizmi? Oymi? Oy. Bo'ladimi? Oy bola degan. Oy bola. Marhamat. Qani marhamat Shahloxon. Yürekimni bölüp girdi törüne, erip gittim ister
Oy bola degan bu g'oya qayerdan chiqdi? Shu xalpachilikdan. Ha, xalpachilikda bor. Xalpachilik aytib o'tirganda orasida ha deb turadigan, "Oy bola, oy qiz" deb turamiz deb. Turadi ko'pincha. Hoy degani hay deganimi? Yo'q, Hoy degani ha. oy bola, yaxshi bola Ha degani. degani Ana shunaqa. kech payt ko'rinadigan bolalarni oy bola Yo'q, yo'q. deb tushunibman-da endi. Shuni aytaman, yo oydan tushganlar. Oy bola ekan, yaxshi bola ekan shu, Ha, yaxshi degani. qiz ekan shu deb erkalashadi. ana. Bizlar kichkinaligidan. Ha, shuning uchun Oy erkalashlar qiz, chiqib ketgan. oy Oy qiz. qizim. Ey yashang, bor Oy mana bolam. bilyapmiz siz bilan birga. Shu yerda hozir Xorazmcha o'rganib, xalq bo'lib ketmasak endi. Ey yashang. Bor Shahraxon bo'ling. har bir ijodkorni uchrashishni, o'zini uchrashishni istagan, hamkorlik qilishni istagan ijodkori bo'ladi. Sizda ham bormi shunaqa? Bilmadim. Yoki duetdoshmi? Keling savolni biroz boshqacharoq aytamiz. Duetdosh. Kimdir bilan duet aytish niyatdamisiz, istagidamisiz? Mana shu ijodkorlar bilan duet aytish istagim bor degan biron bir niyatingiz bormi? Hozircha yo'q, lekin vaqt bilmadim, o'ylab ko'rmagan ekanman. Hozircha faqat o'zim ijodim bilan, keyin oilam bor, oilam bilan, o'zim ijodim bilan shug'ullanib ko'p narsa o'ylayman. Yo'q, hozir faqat o'zim nima qilib olganman. Agarda mabodo tug'ilib qolsa, ustoz san'atkorlar bilan aytish balki. Tug'ilib qolsa. Balki. Ay yashang. Mayli. Endi mana an'anaviy xonandalikdan mana estradaga ijod qilayotganligingiz va bu o'rinda Xorazmdagi baribir yurtdoshlar, sizni tinglovchilar an'anaviy xonandalik yaxshi edi. Estradaga o'tib bekor qilsa deyishdimi yo estradaga o'tib yaxshi qilsa deyishdimi? Baribir bo'ladi-ku tinglovchilar orasida avvallari sendan yaxshi bir mumtoz an'anaviy ijrochilik asarlarni tinglab turardik. Yo'q, so'rashsa mumtoz ashulalardan ham aytib beraman. Aytaverasiz. Ha, ikkitasi birda. Ha. Deb bor. Yashang. Furqatdagi Elmurod aka mana shu o'rinda yosh ijodkorlarga aytaylik, bugun sizlar ham ustozsizlar, ko'plab talabalarga, yosh ijrochilarga ta'sir beryapsizlar. Mana shu o'rinda birinchi o'rinda tavsiya beradigan kitobinglar. Tavsiya bera olasizlar. Mana shu kitobni o'qish kerak. Yaxshi xonanda bo'laman degan, yaxshi an'anaviy ijrochi, an'anaviy xonanda bo'laman degan, O'zbekiston xalq artisti bo'laman degan xonandalar mana shu kitoblarni o'qish kerak degan tavsiyalar bormi? Va oxirgi marta qaysi kitobni o'zingizlar o'qidinglar? Endi yoshlarga mayli endi kitob o'qishadi, endi o'qishmaydi emas. Kitob o'qimagan taqdirda ham vatanni sevish kerak. Birinchi o'rinda vatanni sevish kerak. Keyin har bir shu vatanni tuprog'igami, vatanni bir nima tabiatiga, ota-onaga, vatanni bir hozirgi kunda vatan chiqarayotgan qonunga ham fidoyi bo'lish kerak inson. O'shanda vatanimiz gullab yashaydi. Keyin shu tarzda shu musiqaga ham shu bayroqni qanday qo'lga olsa, milliy musiqani ham shunday g'urur bilan olib yurish kerak. Uni ichiga ayrim shu bir g'arbdan kelgan bir jazbiy narsalar u bizni nima deydi, tarbiyamizga, bizni tuyg'umizga to'g'ri kelmaydigan narsalarda. Shu milliy musiqa bilan ham ne ustozlarimiz butun dunyo zabt etganlari bor. Mana o'zimiz ham mana ikkalamiz ham Amerikadami yoki Yevropadami shu musoqotlarda aytamizmi yoki mana Xorazm ashulalarini aytamizmi yoki katta ashula aytamizmi, o'sha yerdagi boshqa millat vakillari mazza qilib eshitadi. Nimaga? Shu fidoyi buni yaxshi ko'rib aytamiz biz. Ular xuddi shu musiqaga O'zbekka qaragandek. Shu olisda O'zbekiston diyori bor. Uni shunaqa mukammal bir san'ati bor degan tarzda qarab qo'rqishlaydi. Shu yoshlarimizga ham shunaqa nima deydi? Nasihatimiz vatanni sevish kerak. Bayroqni mahkam ushlash kerak-da. Shu vatanim deb vatanni nima deydi? Har bir musiqasinimi, sportinimi bu meniki, bu men, o'zbekman deb shu ishini boshlasa, xudosa bir yutuqqa erishmasdan qo'ymaydi. Endi ikkalamizga ham ko'p nimalar bo'lgan. Keyin estradaga o't. Mazza qilib yurasan estrada. Nima qilasan? Maqomda yo'q. Bizda ikkalamizda sharoitimiz zo'r edi. Shu estradada ijro qilsak. Yo'q, biz mashinada ketamiz. Milliy mumtoz
Mayli aytamiz, yallalar aytamiz. Bu ham endi mumtoz yo'llari kiradi. Yo'q, Xudoga shukr kam bo'lmadik. Muhabbatdan demoqsiz. Vatan yurtimizni eng yaxshi unvonlariga sazovor bo'ldik. Shu fidoyilikdan hammasi. Ha. Ikkalamiz kitob o'qishga kiradigan bo'lsak, hozirgi kunda ozgina shu vaqt tomonlama qiynalyapmiz. O'qiydigan kitoblarimiz ko'p. Navoiydan, shu Hayrati, Orazi, Ogahi shu olib ozgina bo'lsa ham shu mumtoz janrida bir ashulalar qilsak. Ko'p kitob o'qiymiz. Hozirgi kunda vaqt yo'q. Ha. Xudo yana sal vaqt bo'lib qolsa o'qib yana bir ilhomimizni yangilaymiz. Albatta. Mana shu o'rinda baribir endi bugun ijtimoiy tarmoq juda ham faol. Baribir xohlaymizmi, xohlamaymiz ko'ramiz. Maqom ansamblida ham faoliyat davomida O'zbekistonni, o'zbek milliy estradasini metr ijodkorlarni repertuarlariga murojaat qilib butun maqom ansambli birga kuylayapsizlar. Bu g'oya aynan kimdan chiqqanligi yoki maqomdagi barcha asarlarni ovozlashtirib bo'ldinglarmi? Endi mana ijodkorlarga o'tish g'oyasi. Hali gaplashdik bu haqda. Ustoz O'zbekiston xalq artisti Abdoshim Ismoilov shu nimada maqomni birga kuylaymiz degan dastur qilishdi. Shu nima unda o'zimiz ham qatnashdik. Yaqinda endi ustoz O'zbekiston xalq artisti Orif Almasov ijodiga bo'ladi. Unda ham ikkalamiz chiqishimiz bor. Bu maqsad nima? Shu hozirgi estrada aytayotganlar, hozirgi estrada eshitayotganlar ham bilsinki, o'sha O'zbekiston xalq artistlari shu estrada janrida O'zbekistonda shu eng mashhurlari ham shu milliy mumtoz san'atga murojaat qilib, o'shani ohangidan ilhomlanib, milliy estrada janrida ijro qilganlar. O'sha maqomga bog'liqligini isbotlab bermoqchi. Bular ham yoshligida maqom aytgan, u ham bir ko'rinish sifatida olinyapti. Endi yoshlarimizga bu endi bir o'rnak tarbiya bo'ladi, xudo xolasa. Albatta. Ana endi esa baribir xorazmlik ijodkor bormi? Bizning studiyamizda bir chiroyli an'ana bor. U insondan, u ijodkordan lazga eshitmasak bo'lmaydi. Shahloxondan bir lazga eshitsakda, kayfiyatlarimizni lazgiga moslab, Shahloxon qarshi emasmisiz? Yo'q, qarshi. Bo'ldi. Lazgi bo'lsa lazgi deng. Marhamat. Qani, marhamat. Aldamçı yaş görmeyen kapakına bir cindik. Aldamçı yaş görmeyen kapakına bir cindik. Hatta enen öpmeyen, hatta kuyaş görmeyen kapakına, sakakına, dodakına bir cindik royey. Aha 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 hey, vaka 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 hey, aha 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 kiştek, vaka 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 hey. Selkilez gibi bu kızman, kızışman birden birden. Selkilez gibi şu kızman, kızışman birden birden. Lezgiden oynan, lezgine hesede boylan. Kaptırıp her dem, her kime birden birden. Aha 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 hey, vaka 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 hey. Aha 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 kiştek, vaka 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 hey. Lezgi lezzet diyeni, tene izzet diyeni. Lezgi lezzet diyeni, oyey, tene izzet diyeni. Canım ezzet diyeni, canım ezzet diyeni. Kartırıp her dem, her kime birden birden. Alalay lalay, laçılı lalay lalay. Alalay lalay, laçılı lalay lalay. Aha 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 hey, vaka 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 hey. Aha 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 kiştek,
Jahloxon. Bor bo'ling, salomat bo'ling. Yorxon keling, marhamat. Faxrli Rahmat. o'rningizga joylashib, yaxshilab. Ana endi esa mana shu o'rinda juda ham ko'plab yurtdoshlarimizdan va biz niyat qilib turdik. Mana shu o'rinda O'zbekiston xalq artistlari Furqat akadan, Elmurod akadan bir chiroyli Farg'ona ruboisini eshitamizmi deb, keyin albatta so'ralgan yuqoridagi taronalar ham bo'ladi. Agar imkon bo'lsa, bitta Farg'ona ruboisini aytib bersanglar. Maylimi? Marhamat, ustozlardan Farg'ona ruboisini tinglaymiz. Sendin o'zga kimni derman, yaxshi janonim o'zing. Sendin o'zga kimni derman, yaxshi janonim o'zing. Ko'zlarimga nur go'yo, jismon jonim o'zing. Ko'zlarimga nur go'yo, jismon jonim o'zing. Gulshaning asli güzellik şu, kim aklı vefo qilsa, arziydi unga har kime jonini fido qilsa, arziydi unga har kime jonini fido qilsa. Egnida qizil atlas sayr etsa xiyobonda, yurganda kiroyi ko'rganni ado
qilsam Rahmat. Bor bo'linglar ustozlar, omon Sog' bo'linglar. bo'linglar, rahmat. Qadrdonlar, aziz do'stlar, Mahallachilik kanali tomoshabinlari, bugun haqiqatdan o'z elimizni mana shunday javohir go'zal asarlarni barchamiz birgalikda tinglayapmiz. Mahallachilik kanalida oqshomlar dasturi va bugungi mehmonlarimizga Furqat aka, Elmurod aka, Shahloxon sizlarga alohida tashrif uchun minnatdorlik bildiramiz. Juda ham dildan dilga suhbat bo'ldi. Ishonchim komil. Nafaqat dillarimiz yangradi, yurtdoshlarimizni ham beixtiyor aytishimiz kerakki, ular sog'ingan go'zal, sof san'atdan bugun bahramand bo'lishdi, mazza qilishdi. Alohida sizlarga minnatdorlik bildiramiz. Yana kutib qolamiz studiyamizda. Go'zal taronalar, ajoyib suhbat bilan Shahloxon bor bo'ling. Minnatdorlik bildiramiz. Bemalol yurtdoshlar bilan xayrlashib olishinglar mumkin bo'ladi. Shunaqa hali ma'naviy, ma'rifiy kechalar iloyim ko'proq bo'lsin. Yurtimizni oqshomi-yu, tongi-yu, tungi hammasi barakali bo'lsin iloyim. Yurtdoshlarimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Hammaga shu vatan tuyg'usi, vatanga fidoyilik nima deydi? Jo'sh urib tursa, uylarda yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'lsin. Biz san'atkorlar borib xizmat qilishda charchamaylik. Sog'-salomat bo'linglar. Iloyim yurtimizga ko'z tegmasin. Yurtboshimizni olib borayotgan chiroyli ishlarga Alloh baraka bersin, o'zi panohida asrasin. Yurtdoshlarimiz sog' bo'lsin, yaxshi kunlarida, yaxshi to'ylarida, bayramlarida hammamiz qatorimizda xato bo'lmay yetishdi. Alloh nasib qilsin. Sog' bo'linglar, rahmat. Shahloxon, Hammaga katta rahmat. Taklif uchun alohida rahmat. Yurtdoshlarimizga, bizani Oynai jahon orqali kuzatib o'tirgan barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Mana shunaqa ko'rsatuvlarni soni ko'paysin. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. biz ham xursand bo'ldik. Qadrdonlar, aziz do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Sizlar bilan har oqshom mana shu manzilda Mahallachilik kanalida yana diydorlashamiz. Nigoraxon, xayrlashib olishni mumkin bemalol. Meni xayrlashgim kelmayapti, lekin ilojimiz yo'q, xayrlashishga majburmiz. Lekin keyingi dasturlarda sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling azizlar. Aziz do'stlar, va mana shu fursatda O'zbekiston xalq artistlari Elmurod Ahmedov hamda Furqat Ashuraliyevlardan go'zal taronalar bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Sog'-omon bo'linglar. Kel jismaro joning bo'lay, porlagan shami shabistoning bo'lay. Qo'ymagin hijron o'tida kuydirib, sevgida chin ahdi paymoning bo'lay. Qo'ymagin hijron o'tida kuydirib, sevgida chin ahdi paymoning bo'lay. Paymoning bo'lay, yoring bo'lay, joning bo'lay, sevgida chin ahdi paymoning bo'lay.
ey